Jigar yog' bosishi o'zi qanday kasallik va nima sababdan yuzaga keladi? Jigar inson tanasida bir kunda 500 xil vazifani bajaradi. Birinchidan, milliardlab gepatosit hujayralari zararlanganda jigarda diffuz zararlanish yuzaga keladi. Diffuz zararlanish kuchayib boraversa fibroz chandiqlanishga, fibrozdan keyin sirroz holati yuzaga keladi. Ovqat orqali kirgan yog'larni jigar qaytadan filtr qilib berish kerak. Ana o'sha hujayrani emulgatsiya funksiyasi buzilgandan keyin jigarning atrofiga sekin-sekin yog'lar yig'ilishni boshlaydi. Undan tashqari autoimmuniy gepatit degan tashxis bor. Inson tanasidagi immun hujayralar o'ziga qarshi kurashishni boshlaydi. Hozirgi kunda yoshlar orasida eng ko'p uchraydigan gepatitlardan bittasi alkogolniy gepatit va toksik gepatit. Sekin-sekin jigar hujayralari diffuz zararlanib, fibroz zararlanadi, undan keyin sirroz holatigacha boradi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Bugun xalqimiz orasida eng ko'p kuzatilayotgan jigar kasalliklari haqida, ya'ni jigar yog' bosishi haqida gaplashamiz. Men terapevt, endokrinolog, reproduktolog, tibbiyot va tabobat fanlari doktori Mahfirat Jumayevna bo'laman. Jigar yog' bosishi o'zi qanday kasallik va nima sababdan yuzaga keladi? Jigar inson tanasida bir kunda 500 xil vazifani bajaradi. Demak, muhim organlardan bittasi hisoblanadi. Inson tanasini eng katta laboratoriyasi desak ham bo'ladi. Bir kunda 8 millilitrdan 1 litrgacha safro ishlab chiqaradi. O'sha safrodan gormonlar hosil bo'ladi va ichaklar faoliyati yaxshilanadi. Inson tanasidagi barcha moddalar almashinuvi aynan jigar bilan bog'liq. Hattoki qonni shakli elementlarini hosil bo'lishda ishtirok etadi. Jigar gepatosit hujayralari zararlansa qanday kasalliklar yuzaga keladi va belgilari qanday bo'ladi? Birinchidan, milliardlab gepatosit hujayralari zararlanganda jigarda diffuz zararlanish yuzaga keladi. Diffuz zararlanish kuchayib boraversa fibroz chandiqlanishga sabab bo'lib qoladi. Fibrozdan keyin sirroz holati yuzaga keladi. Va undan oldin ham yana shunday holat borki, jigarning emulgatsiya funksiyasini buzilishi. Emulgatsiya degani ovqat orqali kirgan yog'larni jigar qaytadan filtr qilib berish kerak, qaytadan ishlab berish kerak. Ana o'sha hujayrani emulgatsiya funksiyasi buzilgandan keyin jigarning atrofiga sekin-sekin yog'lar yig'ilishni boshlaydi. Nima uchun milliardlab gepatosit hujayralari shu darajada zararlanadi? Bunga sabablar bor. Toksik gepatitning yuzaga kelishiga sabab organizmdagi har xil toksinlarning hisobiga gepatosit hujayralar shikast yeydi. Masalan, toksin deganda ich qotish ham nazarda tutilishi mumkin. Ich qotganda inson tanasida o'sha qonda toksinlar miqdori yuqori bo'lishni boshlaydi va shuni hisobiga jigar hujayralari shikast yeydi. Undan tashqari ko'p miqdorda og'riq qoldiruvchi dorilar, oshqozonga hazm uchun ichiladigan dorilar, gormonal preparatlar muntazam qabul qilinganda jigar hujayralari shikast yeydi va toksik gepatit yuzaga keladi. Undan tashqari autoimmuniy gepatit degan tashxis bor. Inson tanasidagi immun hujayralar o'ziga qarshi kurashishni boshlaydi. Natijada jigar hujayralari shikastlanib, jigar fermentlari yuqori bo'lishni boshlaydi. Masalan, ALT, AST va bilirubin miqdorlari haddan ortiq ko'tarilib ketadi. Undan keyin yana kasallik jigar shikast yeyishi bu viruslar hisobiga bo'lishi mumkin. Gepatit B, gepatit C, hattoki gepatit A miqdori inson tanasida ko'payishni boshlagandan keyin milliardlab jigar hujayrasini shikastlaydi. Hozirgi kunda yoshlar orasida eng ko'p uchraydigan gepatitlardan bittasi alkogolniy gepatit va toksik gepatit. Muntazam ravishda ichilgan gazli ichimliklar, energetiklar, alkogol mahsulotlari aynan jigar hujayralarini zararlaydi va natijada sekin-sekin jigar hujayralari diffuz zararlanib, fibroz zararlanadi, undan keyin sirroz holatigacha boradi. Demak, yog'li gepatoz hozirgi kunda har 10 ta odamdan eng kamida 4 tasida uchraydigan xastalik bo'lib qoldi. Demak, xalqimiz orasida bu juda ham ko'p. Demak, dunyo bo'yicha statistika qiladigan bo'lsak, rivojlangan davlatlardan aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ortiqcha vaznni hisobiga, yarim tayyor mahsulotlarni muntazam iste'mol qilganligini hisobiga aynan jirovoy gepatoz ko'p uchraydi. Demak, yog'li gepatozni yuzaga kelishi uchun inson tanasiga qandaydir bir toksik modda kirish kerak ekan, yo alkogol, yoki ximik dorilar, yoki gazli ichimliklar, yoki noto'g'ri ovqatlanish. Aynan o'sha yog'ni qayta ishlab beradigan jigar hujayrasi shikast yegandan keyin jigar atrofiga yog'lar yig'ilishni boshlar ekan. Demak, jigar yog' bosishini ham darajalari bor ekan. 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi daraja. 3-chi daraja yog' bosishdan keyin jigarda fibroz chandiqlanish kuchayib, hattoki sirroz holatiga sabab bo'ladi. Bemorlarimiz qabulimizga kelganda fibroskan tekshiruvdan o'tkazganimizda 3-chi daraja yog' bosish holatida eng kamida fibroz daraja 10 dan yuqori holatda kuzatiladi. O'z vaqtida davo muolajasi qilinmasa, fibroz zararlanishdan keyin sirroz holati, sirrozdan keyin jigar onkologiyasi kuzatiladi. O'zi jigar gung a'zo, gapirmaydigan a'zo, og'riq bermaydi, lekin belgilar berishni boshlaydi. Qanday belgilar bilan
bu jigar kasalliklarini farqlash mumkin. Birinchi o'rinda ertalab uyg'onganda og'izda achchiq mazza bo'lishi, o'ng qovurg'a ostida osilib turgandek hislarni bo'lishi, holsizlik va charchoq asosiy belgi hisoblanadi. Undan tashqari tanada mayda qizil xolchalarning paydo bo'lishi aynan yog'li gepatozga xos. Ko'pincha yoshi ulug' insonlar teridagi pigmentatsiyani ko'payishidan shikoyat qilishadi. Jigarlarni o'zik tekshiruvdan o'tkazganimizda jigar atrofida yog'lar borligini yoki bo'lmasa o't qopida, o't yo'llarida muammo borligini ko'ramiz. Jigar og'riq bermaydi, shunday belgilar bilan namoyon bo'ladi. Undan tashqari jigar fermentlari yuqori bo'lganda, ALT, AST va bilirubin miqdori yuqori bo'lganda terida sababsiz qichishmalar paydo bo'ladi va allergiya yuzaga keladi. Eshak yemi degan ko'pincha mana xalqimiz orasida mana shu termin ishlatiladi. Terida o'zidan o'zi toshma paydo bo'ladi, hech qanaqa davo muolajasi qilinmasdan turib o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Bu ham jigar atrofida yog' bosganligining bitta belgisi hisoblanadi. Bunday holatda bemorlar ko'pincha allergologga, dermatologga borishadi, allergiyaga qarshi lecheniyalar olishadi, lekin samarasiz bo'ladi. UZI tekshiruvdan jigarni o'tkazganda jigar atrofini yog' bosganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Ko'pincha ayollarimiz ortiqcha vazndan shikoyat qilishadi va yuzdagi dog'larga davo muolajalari qilishadi, parhezlarga amal qilishadi, lekin vazn tashlay olmaydi. Ichaklar faoliyatida muammolar bo'ladi, qabziyat kuzatiladi, chunki jigar ishlab chiqargan o't suyuqligi normada 12 barmoqli ichakka tushmaganini hisobiga doimiy ravishda qabziyatdan qiynalishadi. Ortiqcha vazndan xalos bo'lishda ham jigar faoliyatini tiklash kerak ekan. Inson tanasida yuqorida aytdik, 500 xil vazifani bajaradi. Gormonlar faoliyatiga javob beradi, metabolizmga javob beradi, yog'larning erishishiga javob beradi. Yuqorida sabablarni aytib o'tdik. Endi yog' bosishi holati bo'lmasligi uchun yoki bo'lmasa jigar atrofini yog' bosgandan keyin davo muolajasi qanday bo'ladi? Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. Har kuni 10 ming qadam yurishni yo'lga qo'yish kerak. Ortiqcha tana vaznidan xalos bo'lish kerak va yeyotgan ovqat ratsioniga e'tibor berish kerak. Ovqat tarkibida chorva yog'lari bo'lsa yoki bo'lmasa qo'shimcha kanserogen moddalar bo'lsa, albatta undan uzoqda bo'lish kerak. Jigar hujayralari shikast yegandan keyin inson tanasida oqsil bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi va shuni hisobiga jigarda qotish yuzaga keladi. Shunday muammolar bo'lmasligi uchun har kuni ovqat ratsionida oqsil bo'lishi kerak ekan. Oqsilga boy ovqatlar, sifatli va sifatsiz oqsillar mavjud. Inson tanasiga eng foydali bo'lgan oqsillardan bittasi bu quyon go'shti hisoblanadi va baliq go'shti. Tarkibidagi oqsillar jigar hujayralarining qayta tiklanishiga, regeneratsiyasiga yordam beradi va muntazam ichib yurilgan qattiq zardobi ham aynan shunday defitsitni o'rnini to'ldiradi. Jigar uchun foydali va zararsiz bo'lgan, gepatoprotektor xususiyatga ega bo'lgan, tarkibida silimarin moddasi bor bo'lgan dorivor giyohlar mavjud. Ana o'sha moddalar jigar hujayralarini qayta tiklashga, regeneratsiyasiga va jigar atrofidagi yog'larni eritishga yordam beradi. Tarkibida silimarin moddasi eng ko'p bo'lgan dorivor giyohlardan bittasi bu artichok hisoblanadi. Undan tashqari rastaropsha va qora xalila, sariq xalila, undan tashqari beloya amila. Bu dorivor giyohlarni birlashtirib iste'mol qilinganda jigar hujayralari tezroq tiklanadi va undan tashqari jigar atrofidagi yog'lar erib, gepatosit hujayralari tezroq regeneratsiya bo'ladi. Bu tarkib nafaqat jigar atrofidagi yog'larni ketkazadi, balkim jigarni hujayralari shikast yeganda ko'pincha kapillyar qon tomirlar atrofida gemangiomalar hosil bo'ladi. Tarkibidagi o'sha qora xalila, sariq xalila aynan jigardagi kistozniy o'zgarishlarda va undan tashqari gemangiomalarda ham yordam beradi. Jigar onkologiyasi bilan kurashayotgan insonlarga ham juda ham ma'qul keladi. Nafaqat yog'ini eritadi, balkim o'sha qanaqadir bir yomon sifatli yoki yaxshi sifatli o'simtalar bo'lsa, ularni qurishida ham yordam beradi. Jigar kasalliklari to'g'risida va bundanda foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lishni unutmang va jigar bilan bog'liq muammosi bor insonlarga bu videoni jo'natib qo'ying.